Salom barchaga. Do'stlar, mana bugun TubePay ilovasi haqida gaplashib o'tamiz. TubePay ilovasini Play Marketdan yuklab olganingizdan keyin birinchi o'rinda ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tishingiz uchun Google Chrome dan foydalanamiz. Ya'ni kimdir Android bo'lsa Google Chrome, iPhone bo'lsa Apple dan foydalanish mumkin. Mana hozir Google Chrome dan ro'yxatdan o'tamiz. Men mana do'stlar, ilovani ichiga kirganimizda xuddi shunday oyna paydo bo'ladi. Bu oynada kunlik masalan 100 tanga olgan ekanman. Mana bugun 150 tangani olamiz. Mana ko'pchilik 150 bugungi bonus, bir kunlik bonusdan oldik. Mana 3-kuni 200, 4-kuni ham 300, 5-kuni 350, xullas kunlik ko'payib ketadi. 7-kuni 600 tanga berar ekan. 6680 tangangiz hozir menda 13 sent bor. Bunda nimalar qilishimiz mumkin? Bunda korotchi vazifalar bajaramiz, o'yin o'ynaymiz, videolar ko'ramiz, reklamalar ko'rishimiz mumkin. Hozir mana endi bu yerda nima qilamiz? Mana 14 tanga beradi. Buni bosamiz. Mana videoga o'tkazadi o'zi avtomatik. Obuna bo'lamiz. Chiqamiz. Buni ham bosamiz. Obuna bo'lmasak ham tanga beradi. Endi obuna bo'lib qo'yganimiz yaxshi, mana bo'ldi. Keyin vazifani bajarib bo'lgandan keyin o'chirib tashlaymiz mana. Endi vazifalar tugadi. Tugagandan keyin orqaga bosib chiqib ketamiz dag'in. Ikkinchisini bosamiz. Copy tradingga tayyor. Mana bu yerda 45 sekund turishimiz kerak ekan. O'zi videoni ko'rib turamiz 45 sekund. কিছু গল্প সারা জীবন বয়ে নিয়ে যেতে হয়। Mana o'zi videoni ko'rib bo'lganimizdan keyin turja qol deb chiqarib beradi. Endi ikkinchisi, uchinchisi, xullas qaraychi do'stlar, uchinchisiga uncha tushunmadim. Masalan, qaraychi shunday vazifalar bajaramiz. Endi bunda yangisiga kelsak, mana so'rovlar bajarganimiz uchun bizga kerak emas. Birinchisi, ikkinchi kun kirganim uchun mana 2 kun kirdim, 7 kun kirsam 200 tanga beradi ekan. Xullas qaraychi, bu do'stlarimni chaqirganim uchun 3 ta do'stim kelsa 100 tanga, 20 ta reklama ko'rsam, uchinchisi 20 ta reklama ko'rsam 100 tanga. Bu yerda ko'rsatib qo'yibdi, 20 ta qo'yibdi, 20 ta reklama qo'yaman. Keyin qanchadir miqdorda tanga olaman. Ya'ni 20 tangami? Har bittasiga 20 ta tanga deyman. Hozir ko'ramiz, 6771 tanga bo'lsa bitta reklama ko'ramiz. Mana X bosib chiqib ketamiz. 6779 bo'ldi. Har bitta reklamaga har bitta reklama ko'rsak, qaraychi 20 o'zining tangasida 20 tipi beradi ekanda. Endi spinni aylantirib ko'ramiz buni. Boya men olib qo'ydim. Bu yerda o'yin o'ynaganimiz uchun menimcha tanga olishimiz mumkin. Kategoriya o'yinlar ko'rsatmalari, toifani tanlash va o'yinni o'ynash uchun amallarni bajaring. Turli xil o'yin kategoriyalari o'ynar. Shuni bajaring. Bu yerda har xil o'yinlar bor ekan, qaraychi. Buni ko'rsatsam video cho'zilib ketib qolishi mumkin. Bu yerda do'stlar, mana o'yinlarni 20 kun, 30 kun o'ynab o'yinda to'liq masalan mana 100 metrga tushsak, 1,5 coins, 200 metrga tushsak. Qaraychi, oxirgi 10,000 metr ekan. Mana bu spinni aylantirib qo'ydim men. Bu yerda mana o'yinlar ham bor. Endi bu yerda mana vazifalarni tugatib bo'lganimizdan keyin ish qolmaydi.
Eğer bir boshqa vazifalarim bo'ladi, ya'ni eng muhim vazifalardan biri bu. Mana ikkinchisiga kirib YouTube tomosha qilishimiz mumkin. Mana buni bosib qo'yamiz. All Mana bu available on YouTube'ga iOS kiramiz platform. ikkinchisiga. To start earning, click on an Keyin article. The full article tanga will open. to'laydi. Read it for the required time while tracking To'ldi, your men progress on the live podarkaga progress bar at the top of shuni the screen. bosamiz. Mana korobkaga, podarkaga to'lagan keyin Glaimni bosamiz. Mana arzimagan ozroqgina reklama bo'ladi. O'zi hammasida reklama. Va bu dasturda ham, bu ilovada ham nima kiramiz? X chiqadi hozir. 30 point berdi. Har aylanga endi buni ko'rmasak ham bo'ladi. Faqat o'tkazib ko'rasizmi, yoqqanini ko'rish mumkin buni. Masalan. Lekin bu imенно o'tib ko'rish uchun bosib, buni qo'shib kirib ko'rish shart emas. Whenever this guy feeds his Faqat shu dog, his husky will look up at YouTube him degan joyga He's always kirganingizdan keyin wondering bir why his marta owner bosib didn't qo'ysak prepare bo'ldi. something a bit more special. Keyin That's boya when the owner will aytganimdek, pick up his food mana and bu pretend to make it differently by making it look like he's chopping things up, korobkaga adding aylanadi. seasoning to it, and as Buni soon as the Glaim meal offer is done, bosamiz. he does a quick Do'stlar, reklama menimcha bor. Mandazamos bu baliqni qaranglar. Bu Demak, kattaligini reklamalarni qaranglar. oxirigacha ko'rishimiz shart emas. Manimcha 100x ga yetadi. O'zi Men katta ekran vertolyot keldi. tepasida X chiqadi, mana bosamiz. Bo'ldi, mana 24 point. Tepasida Paynet degan joy bor. Shuni bossak ham bo'ladi, buni ham bossak ham bo'laveradi. Har doimgida eng birinchi PayPal turadi. Mana PayPaldan keyin kriptovalyutalar bor. Bitcoin, Dogecoin'lar bor. USDT 50 sent qancha tanga bo'ladi? 25 ming. Xullas, shundan haqiqiy emasmi aniqlashtirib olsa bo'ladi. Shunday qilib shu kripto hamyonlarga chiqarib olsak bo'ladi bizlar. Bu yerda USDT deb qo'yibdi. Hozir men profilga kirib, mana bu yerga bosib O'zbekiston chiqadi. O'zbekistonda ham shu kriptoni ko'rsatadi mana. O'zbekiston hamyonga bosaman mana. Mana bu joyga qarasak, mana O'zbekiston. Boya Amerika ko'rsatgan 100 deb yozib turgan edi. Yozilib turgan edi. Endi hozircha 14 sent ishladim. Endi ko'ramiz. Hammaning ishiga omad. Video roligim shundan iborat edi, короче. Charchamangsizlar, sog'lik, salomatlik. Oilalaringizga tinch xotirjamlik tilayman do'stlar. Mana bu yerda referenli silka bo'ladi. Play Marketdan bu dasturda yuklab olgandan keyin, mana shu dasturda yuklab olgandan keyin kirganingizdan keyin referenli kod so'raydi, ya'ni bonus beradi sizga ham, menga ham. Qanchadir miqdorda. O'shani tashlash esimdan chiqib ketib qolibdi. Keyin yana ko'rsatadigan narsam mana bu spin. Mana bir marta aylantiramiz. Короче, mana mana 26 minut, короче 25-26 minutda 2 marta aylantirishga beradi ekanman. Xo'sh. Do'stlar, videorolik ostiga tashlab qo'yaman. Referalga yana